to'g'ri ilm olish. Demak, bizda boyagidek qo'shimcha o'zimiz ustimizda shug'ullanmasak bo'lmaydi. Masalan, kuniga yeb yotaversak. Bir kun kelib siz ham o'zingiz ham kattarasiz. Keyin katta bo'lgandan keyin kelajakka maqsad qo'yishingiz kerak. Hamma narsa keyin katta bo'lganingizda yuklama bo'lib qoladi. O'shaning uchun hozirdan maqsad qo'yib qo'ysangiz, kelajakda o'sha yuklama bo'lmaydi. Sizga osonroq bo'ladi demoqchiman. Qiynalish degan narsa bo'lmaydi. Demak, masofadan turib ishlash. Masofadan turib ishlashga men universitetlar tashab qo'yaman. Sizlar o'zlaring bir o'tib ko'rasizlar, faqat ingliz tilida. Bahayda ingliz tilini bilish kerak. Yo'q, bilish kerak emas, boshlanishiga. Agar kimdir ishlamoqchi bo'lsa, ingliz tilini bilish kerak. Yoki rus tilini. Rus tilini biladigan olamiz. Bo'ling. Zo'r. Ruschasi gapirib, bemalol ishlayverasiz. Tushundingizmi? Hozir gruppaga tashab qo'yaman. Sizlardan gruppaga qo'shish kerak ekancha. Tak, videoni to'xtatib turay. Bizda hozircha mana linklarni tashab qo'ydim, ko'rdinglar. Bu yoqda mana ko'ryapsiz, linklarni tashab qo'ydim mana. Demak, bu yoqda yoki 10 ta o'zbekcha saytlar ham bor, bir kirib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, hash.uz. O'zbekcha sayt bu. O'zbekistondan ish topsangiz bo'ladi. Agar birorta ish, rabotning ishi bo'lsa, shunaqa topsangiz bo'ladi. Faqat Toshkent va Samarqandgacha. Toshkent bilan Samarqandda, tushunasizmi? Va ro'yxatdan o'tib bemalol ish qidirishingiz mumkin. Agar menga o'xshab freelancerlik yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, boyagina ruscha, inglizcha bilishingiz kerak va fransuz kongan saytga kirasiz. Mana, ko'ryapsizlar? Musiqa emas, bu fransuzlik ishi. Mana bu yoqda nima qilasiz? Demak, birorta loyihalar bor, sizga loyiha beriladi va o'sha loyihadan pul olasiz. Nima qilasiz? O'sha narsani qilib berganingiz uchun pul olasiz. O'sha freelancerlik deyiladi. Bu saytimizni o'tiramiz va bu yoqdan davom etaman. Demak, hozirda eng mashhur kompaniyalardan biri bu, lekin Kremniy vodiysi. Aytadiki, texnologiya hammasi o'sha yerda yaratiladi. Demak, texnologiya hozirda yangilayotgan narsalar ham o'sha yerda yaratiladi. Masalan, iPhone texnologiyasi yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'shanaqa bo'lishi mumkin. Keyin Kremniy vodiysi haqida qo'shimcha ma'lumot yozib qo'yib bu yoqda texnologiyalar, axborot qanday ishlayapti va serverlarimiz ham ko'proq o'sha yerda bo'ladi. Masalan, internet ishlayotgan, birinchi ishlayotgan paytda ham bu yoqdan serverga ma'lumot borish kerak. Serverdan olib keladi ma'lumotingizni. Demak, men ham internetga qo'shilmoqchi bo'lsam, qanchalik trafik qolganingizni internetda bangli serverga borib olib keladi ma'lumotni. Keyin agar internetingiz bo'lmasa, Wi-Fi yana o'chib qoladi. Tushunasizmi? O'chirib qo'yadi o'zini avtomatik. Google kompaniyasi 1998-yilda boshlangan bo'lib, uni kim yasabdi? Larry Page degan odamdan yasagan ekan. Dunyodagi eng boy odamlar bilasizmi? Eng boy odamlar bilasizmi? Shu birinchi darsimga qo'shib qo'yganman shuni. Hozir boy odamlarni tanishtirib ketay birinchi. Eng boy odamlar. Buni sizlar eng boy bo'lgan sababini tushuntirib ketaman, qarang. Birinchisi Elon Musk. Tushundingizmi, Tesla? Mana qiyos qo'ydi, naqdda ikkita narsa mahsulot ishlab chiqargani uchun boyib ketgan. Larry Ellison va nima qilgan? Mashinaga elov yasagan. Ilon ishlatib ko'rmaganman, lekin men Amazon ishlatib ko'rganman. Amazonni bilaman. O'zim market bor-ku. O'sha. Faqat Yevropa bilan Amerika uchun ishlatishni qilib qo'ygan. Boshqa kompaniyalar davlatlarga ham ishlaydi, faqat kelgancha qimmatlashib ketadi. Tovar. Narsa sotadi. Keyingisi Larry Page nima qilar ekan? Google kompaniyasi sotib olgan bu odam. Sotib olganicha shuncha pul. Sotib olgan, yaratgan odam uje Hindiston emas, u o'lib ketdi uncha. Hindistonlik bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Qarang. Yiliga yoki oyiga shuncha pul olyapti. Lekin mana 1 milliard degan yoki million dollarda. Nima qilgan? Bitta Google degan ilova yasab chiqqan. Mana nima qilgan? Bitta Tesla degan mashina yasab chiqqan bo'ldi. Birlashib kompaniya bilan.
Bu yerda boshqa kompaniyalar bor, mana Microsoft sotib olgan odam, ko'ryapsiz. Steve Ballmer. Yaratgan odam bu yerda ko'ryapsiz, yaratgan odam pastda mana, Bill Gates. Mana shu odam yasagan. Microsoftda yasagan odam pastda. Qanchadir 10% shunchaki kelyapti o'sha. Bitta Microsoft degan kompaniya yaratgan. Foydasi o'sha uni avlodiga yetadi. Tushunasizmi? Demak, bitta loyihaga yopishib o'tirib katta rivojlantirsangiz, siz ham mana shunday o'tib ketaverasiz demoqchiman. Demak, mana bu yoqqa o'tamiz va mana ko'ryapsiz. Demak, tashkil topgan texnologiya nima qilgan? Gmail, Google, Android va boshqa saytlardan nima qilarkan? Shu kompaniyaga pul yig'arkan o'ziga. Chunki o'zining logosi bor. Google degan ilovasini boyagi Android nimalarga tiqish kerak? MacBook o'sha narsaga tiqish kerak. O'shaning uchun foydasini oladi. Keyin esa Facebook. Facebook kompaniyasi. Bu ham boyagi reytingda bor Facebookga. Facebook bormikan? Mana Facebook. Mark Zuckerberg. Top 6 ta turibdi ekan. Aytaylik. Oddiygina Facebook degan bizda Telegram ishlatamiz ko'proq, to'g'rimi? Bu yerda Facebook rivojlanib ketgan, shunaqa darajada. Telegramdan ham oldin chiqqan narsa bu. Masalan, bir atniklastik.ru deydi-ku, shunaqa narsadan ham oldin rivojlangan demoqchiman. O'sha payt Facebook ishlatgan odamlar. Boshqa ilovalar ham bor, bir ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Saytlarni qasdlashib qo'ysam bo'ladi sizlarga. Bunday olib turib, kimlar aytadiki, eng boy odamlar kimligini bilmayman deydi-ku. Demak, top nechtalik bo'ladi bu? 1000 talikdan olingan. Dunyo bo'yicha eng boy odam hisoblaydi, masalan, ketadi. Metod ketamiz va bizda nima bor ekan? Apple kompaniyasi. Demak, bitta iPhone kompaniyasi eng mashhur kompaniya bu. Nima uchun mashhur? Aytadiki, iPhone sotuvi. Nasıl sotuvi? Valyuta nasıl sotuvi deydi. Nima edi? Video yo'qmi? Aniq. Demak, Apple sotsangiz qanchadir foyda qila olmaysiz, lekin o'zini ishlaydigan kompaniyasi unasini sotsangiz, nima edi? Coin deyiladi, bu narsasi bo'ladi o'zini. O'sha narsani sotsangiz qanchadir foyda qilasiz. Kriptovalyutasi sotsangiz qanchadir foyda qilasiz. Bu kompaniya rivojlanadi, qanchadir nima bo'ladi, sizga o'sha foyda kelaveradi. O'zi odamning ish foydasi ikkita turga bo'linadi. Birinchisi foyda, ikkinchisi zarar. Masalan, mana shu telefon menga hozir foyda keltiryapti, zararmi? Yo'q, zarar. Savini tushuntiraman qarang. Bu 5 yildan keyin nima bo'ladi? Arzon bo'ladi. Hozir foyda keltiryaptimi bunisi? Yo'q. Lekin qanchadir unaga ishlatyapman, lekin bu nima qilib beryapti menga? Qanchadir qulaylik yaratib beryapti menga. Qulaylik faqat. Qulaylik yaratib beryapti, bo'ldi. Qancha yildan keyin bu narsa tushib ketadi. Tovar o'sadigan narsa sotib olaydi, bilasizmi? Tovar qachon o'sadi? Hozir robot sotib olsam men 10 yildan keyin robot narxi qanday o'sishi mumkin yoki oltin. Oltin sotib olsam, necha yil turgandan keyin u narsa yana o'sishi mumkin. Yoki xuddi dollar sotib olsam, u ham qanchadir yildan keyin u ham ko'tarilishi mumkin, sotishi mumkin keyin. Tushishi mumkin. Keyingisi Amazon. Bu Amerikadagi kompaniya bo'lib, u hamma yerga yetkazib beradigan Amazon kompaniyasi. Hamma yerga yetkazib beradi, faqat Yevropa bilan Amerikaga ishlaydi. To'liq dunyodagi xohlagan joyga yetkazib bera oladi. Hatto O'zbekistonga. Va 50-90 sotsangiz, qanchadir vaqtdan keyin keladi, lekin keyincha quvvatlashadi demoqchiman. Keyingisi Netflix. Kompaniyasining nomini bilamiz. Hamma video ko'rayotganda mana shu nom bilan chiqadi. Va Marvel kompaniyasini qisman kinolarning ham chetda chiqqan. 1997-yilda kompaniya tashkil topgan ekan. Va bizdan boyaga aytganimdek Microsoft. Microsoft bizda Windows ishlab chiqargan kompaniya bu. Birinchi tizim, operatsion tizim yasagan odam, boyagi Bill Gates yozib chiqqan.
nima bilan chiqqan ekan? Pul Allen tomonidan tashkil topgan. Hozirgi pul Allen tomonidan yig'ilyapti. Birga anaqasi. Asoschisi Bill Gates. Uni Touchpad degan anaqa bo'lgan. Ana bo'lgan. Apple kompaniyasini unosi bo'lgan. Ishlab chiqaradigan Windows bo'lgan, Touchpad degan. O'shani o'g'irlagan. Hozirda asos solgani uchun qanchadir foyda olyapti. O'g'irlab turib foyda olyapti. Facebook ham nima qilgan? Boshida bunisi ham loyiha o'g'irlangan. Kim tomonidandir. Videosini kimdir kinosini ko'rgan bo'lsa, buni biladi. Facebook degan kinoni ko'rganmisizlar? Yo'qda. Bir ko'rsanglar, keyin bilasizlar. Eng mashhur odamlar nima bo'ladi, bilasizlarmi? Biror loyihasini o'g'irlab, o'sha narsani rivojlantirsa, o'sha odam rivojlanib ketdi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham o'zingiz loyihangizni o'zingiz olib turib, amalda qo'llab, e'lon qilib, o'zingiz pechat qo'ydirsangiz, keyin sizga qanchalik katta foyda keladi. Masalan, kimdir o'g'irlagan bo'lsa ham sizga nima qiladi? Qanchadir jarima to'lab berish kerak. Masalan, qo'shiq aytadigan odamlar hammasi nima qilyapti? Jarima orqali pul ishlayapti. Ashir foizi shu. Tushunasizmi? Kimdir qo'shiq aytyapti, bor jarima to'lagancha pul ishlayapti. Qanchadir og'iz uchga olgani shunaqa bo'lyapti. Tesla kompaniyasi. Bagi Elon Musk, to'g'rimi? Nima ekan? 2003-yilda yaratilgan ekan. Meni eng tug'ilgan paytimda yaratilgan ekan bu kompaniya. Shundan beri rivojlanib kelyapti ekan va nima qilyapti ekan? Hozirda elektromobil aloqasini ko'paytiryapti ekan. Fon ishi darslik bo'yicha qisqacha ma'lumot berib qo'ygan va bugungi darsimiz tugaydi. Shu 7 ta o'yin qilamiz, endi shu bilan dars tugaydi. Demak, bugun sizlar darslarim bilan bu qizimiz faqat kompaniya haqida ma'lumot oldi. Sizlar esa kompyuter haqida to'liq tushunchaga ega bo'ldingiz. Va kelasi, masalan, kelajakda nima o'qishingiz mumkin? Mana shu kompaniyalarda bemalol ishlashingiz mumkin demoqchiman. Masalan, Google kompaniyasiga qanaqadir freelanslik orqali ham ishlashingiz bo'ladi. Agar Google kompaniyasi zakaz tushib qolsa, ishlab talab oshirib, asosda ko'tarib Google'ga borib bemalol ishlaysiz demoqchiman. Tak. Bu yerda bor ekan, bu yerdan ko'ramiz. Hammada menimcha internetga ulangan bo'lishi kerak. Ulanganmi internetga? Tak, massiv kompyuterlar. Birinchi kompyuter degan bo'lishi kerak bor ekan. Lesson 1. Qani bir testing ko'ramiz. Qisqacha ma'lumot berib ketaman. Bixlatadi. Ha? Bittami? Kahoot deb yozamiz. Mana turibdi tepada ko'ryapsiz. Kahoot it. Kahoot it. Chrome yozamiz. Kahoot it. Kahoot mana tepada turibdi. Ko'ryapsiz? Mana. It. Qani kirib olishchi? Qo'ying. Kirdikmi? Hozir endi. To'g'ri qilib boraman. Qilolmadingmi? Qolib yozasiz, bilasizlar. Ki ism bilan nom yozasiz. O'sha yozasiz. Bana kim ketdi? Xohlamaysiz. Kahoot. Yozamiz va nomimizni yozamiz. Yozadi. 999. Nom chiqarib Nikni o'zgartirsak bo'ladi. Bemalol. Kimgadir yoqmasa. Boshladikmi?
hozir ikkita mavzu bo'yicha bo'ladi. Tushunmaganlar bo'lsa qo'shimcha tushuntirib ketaveraman. Ha? Chiqib ketdingiz. Start boshladim. Hamma qo'shildi menimcha. Bir qo'shiq ham bor, tezroq qo'shig'ini qo'yib qo'yamiz. HDMI kabel nima ekan? O'sha narsani tushuntirishimiz kerak. HDMI hozirgi mana kabel. HDMI nima berardi? Audio va videoni uzatib beradi. Hammasiga bilaymiz va tezlatib chiqadi. Agar o'tmagan mavzudan bo'lsa, mana ROM. Endi o'tgan mavzuni. Hozir o'tib berdim. ROM. RAM bor, ROM bor. O'qilishi Read Online Memory, to'g'rimi? Read Online Memory. Xotirani через onlayn o'qiydi. Mana shuni belgilasa. Mavzuni o'zidan olmayapmiz. Qani? Va mavzu faqat prosesda ulab turish uchun ishlatiladimi? Mana shuni tushuntirib berdim hozir. Faqatmi yoki boshqa qurilma bilan ulanadimi? Ona plataga. Oilani saqlab turadi. Rasm boshiga qo'yibdi va bizda yo'q javob bo'lish kerak. Qaranglar, agar tezroq bossanglar, bal qo'yiladi, ko'ryapsizlar? Asosiy hardver qismlar nechta? Asosiy. Nechta edi? 4 ta. Nima ekran, klaviatura, sichqoncha va tizimli blok pastdagi keys. Bo'ldi, 4 ta edi. Topganlar ham bor. Qarang, tizimli blok ichidagi qurilmani topishingiz kerak. Ichidagi kim yuzi deb keladi, yuzi tashqarida o'ynadi. RAM. Mendaqa RAM mashina emas-da, tushunasizmi? Vaqtinchalik. Nima uchun vaqtinchalik? Chunki mana narsadan chiqib ketadi, qarang, mana pastdagi narsalarga ko'ryapsiz, hozir o'chirsa. O'shani tushuntirdim. Vaqtinchalik xotirib turib. Programma nima? Qani eng ko'p matn yozilganini belgilaymiz. O'qiymiz qani. Sağlamasmi? Qarang, kompyuterda birinchi ishlatiladigan hamma ilovalar kompyuterda ishlatiladi birinchi. Tushunasizmi? Kompyuterda o'zining Android ilovasi bor. Kompyuterda ishlatiladi hammasi, veb-saytlar ham shu. Va hammasi kompyuter uchun yozilgan boshida. Hard disk va SSD farqi. Flashka bilan disk farqini aytyapti. Nima deydi? Bitta farqi bor. Shu seslikda bo'ldi. Topdi qo'y. Korea 3, Korea 2 yaxshi bo'lishi mumkin. Nima uchun? Odatda qaysi biri kuchli? Korea 3 mi, Korea 2 mi? Ha, bo'ldi. CPU va GPU. CPU prosessor, GPU videokarta qaysi bo'limga tegishli? Buyum emas, chunki bu nima ekan, hardware ichidagi qismlar.
tizimli bo'lib kirgandan keyin hardverga kiradida bu yoq. Keyingisida ko'ramiz. CPU nimaga aytadi? Central Processor Unit. Processing Unit. Mana bu. Markaziy prosessor qismi degan. Tushunyapsizmi? Inglizchasiga aytib ketyapman. RAM qanday xotira turlari? RAM qanaqa edi? Ikkita turi bor. Doimiy xotira deb aytib qo'ygan ekan. Bu qolganlari nima ekan? Mana bu bo'ldi. Doimiy xotira turi SSD va hard diskga bo'linadi. Tushunyapsizmi? Agar kimdir sizlar ochib ko'rgan bo'lsa, uyga berganlarni. Egasidan qildikmi? Baqib qo'yamanki. Asosiy vazifasi nima? Sifatdagina vazifasi bor ekan. Gapining mashhur turi nima? Gapi. Gapimi? Shuni topolmayapsizmi? Intek. Video. O'zi bitta kompaniya-ku. 3 ta kompaniya tashladim sizlar. SSD mi aytmadimmi? Mana AMD tushunyapsizmi? Bu kompaniya faqat prosessor ishlab chiqaradi, boshqa narsa ishlab chiqarmaydi. Video karta bilan prosessor ishlab chiqaradi, boshqa kompaniya ishlab chiqarmaydi, boshqa narsa ishlab chiqarmaydi. Masalan, SSD va shunaqa narsa ishlab chiqarmaydi. Kompyuter nima? Savol joyiga tegdi-ku. Qani? Yo'q. Qiziq. Demak, inson ishini qanaqadir avtomatik qurilmani bo'lib, hammasi kompyuterda bo'lsa bo'ladi. Mana bu kompyuter ekan. Pulti batarkasi bor. Voz bajaryaptimi? Inson ishini qanchalik kamaytirib o'sha kompyuter ekan. Ish faqat ish stolida turgan kompyuter. Faqat emas, mana bu kompyuter bemalol ko'taraversin-da. Bir şey yapmadım. Speaker. Oddiygina qog'ozli kartonka va spover rezinkali deb tushuntirganman nargidashda videolarga. Ko'rasizlar. Bir xil emas, tushunasizmi? Kolonkalar turli. Mouse yordamida nima boshqariladi? Mana bu. Yo'q. Mana nomini boshqa aytgan narsam. Mana. Kursor. Ekranga qayerga surmayapman-ku. Shuncha qoldi. Kursor. G'alati savol bo'ldi. To'xtam. İşlemasın. Hardware va software. Sizga chaqirib dedi. Kompyuterning deb kompyuterning asosiy qismlari deb. Men aytdim asosiy qismi emas, kompyuterning ichki qismini iborat desam bo'ladi. Ichki qismda desa nanaqa bo'lib ketadi. Nechta qismda tashkil topgan desa, u bag'ini tushunib qolishingiz mumkin. O'shacha asosiy deb hisoblaydi. Sizga chaqirgan bu yerda savolda. RAM deya. Tezkor xotirada saqlanadimi? Tezkor xotirada kompyuter ishgandan keyin ma'lumotlar
o'chiriladi. Tushundingizmi? Menda RAM xotirada 400 GB joyim bor edi. Endi 400 GB ga mana saqlayapman. Kompyuterim bir o'chgansa, ketdi hammasi, havoga tushdi deganda. Hozir tushuntiraman sizlarga. Hammasini tushuntiraman. Sizda boyaga bo'lmoqchi turibdi-ku. Muntaqab. Axborot texnologiya vazifasini uchun. Axborot texnologiya nima uchun kerak? Bu zo'r savol. Axborot saqlash, boshqarish uchun o'zgartirish. Qolganlar uchun nima ekan bu? Rasm chizish uchun kerak emas-ku. Dasturlash nima? Kod yozish qurilmalarga berib berish jarayoni. Ekranga tegmay tursiz, o'chmaydi. Web kamera nima? Qaysi turga kirar ekan? Ha, qaysi turga kiradi? Web kamera qaysi turga kiradi? Erkanki. Yordamchi qurilma. Yeha. Hech demay mana bu. Nima lepa? Nima lepa internetga ishlash lepa emasmi bular? Yo'q. Faqat nima o'zityapti? Video bilan ovoz o'zityapti, bo'ldi. O'tgan darsda o'qibdi-da. Sotishda yozib qo'ygan ekan. Hamma qizil bosamiz. Chunki sotishda yozib qo'ygan. Soat boshqa narsa qilmaydi. Ha, boya narsa topsak bo'ladi. O'sha turni tanishtirib chiqdim. Telefonlarda kam bor. Telefon planshet desa. Mana bu bo'ladi sizda. Çalışıyor. Gel kampta. Shikara. Mana blokning xususiyatlari nimadan iborat? Ikkita vazifaga belgisiz bor bo'ladi. Ikkita javob berdi. Ikkitasi bittasini belgisiz bo'ldi. Sariq ham, yashil ham to'g'ri. Ikkalasi to'g'ri. Ye. Qutisi yo'q, prosesor ishlaydi. Prosesor ishlamaydi-ku. Tizimli blok monitor ichida joylashgan. Mana qizil belgilashimiz kerak. Tizimli blok yo'q desang bo'lardi. Ikkita edi. PCU. Tok yetkazib beruvchi qism. Mana o'zi bo'lak qilib qo'yibdi katta rasmni. Ko'ryapsiz-a? Mana endi javob aytmasak bo'lmaydi. RAM qanday xotirada turadi? RAM. Doimiy xotira, saqlovchi xotira umumiy qilib olganda nima qilar ekan? Ma'lumot saqlovchi xotira desak ham bo'ladi. 4 ta qoldi. Ikkalasi nima ishlab chiqaradi? Birinchi turgan narsa prosessor. Hardware kompyuterning dasturiy qismlaridan birimi deyapti.
nima beradi bu hardver? Ichidagi faqat qurilmalar bu. Dasturga ishlashga yordam bermaydi uncha. Dasturiy qismga kirmaydi-da. Dasturiy qism hali o'tkazildi. Endi aytamiz. Ayt nima degani? Axborot texnologiya degani. Laptop faqat elektr toki bilan ulab ishlaydigan xotirab nima deyapti? Kompyutermi deyapti? Faqat deyapti. Toki bilan ularga holda ishlaydimi deb aytayapti bu yerda. Bizda mana bu. Notebook. Oxirgi savol. GPU vazifasi nima? Grafik qayta ishlash. O'yinlarda, ma'lumotlarda yoki dizayn ko'rinishi bo'lishi mumkin. Ana shu narsalar hammasi grafik ishlab beradi bizga, tushunyapsizmi? Bu yerda magic bor, ko'ryapsizmi? O'shancha nomini yoziladi, nima ham yozib qo'ydik. Ana. Savasi ham bor edi, chiqib ketamiz sirasi. Demak, menda hozir bu yoqdan IT bitta ko'ramiz. Bir xillarda ikkinchi darsi, o'shaning uchun yo'qroq qilib qo'yishim kerak. Tak, bizda 5. Abrorbek yo'q. Bunisi shetda. Aslbek shetda, Behruz shetda. Behruz yo'q-ku. Umidki. Demak, bunisiga ishi qildikmi? Qaysi tanladi? Qaysini tanladi? 4 ta. Dastur ekan. 4 ta nashrmi? Qaysi biri? Birinchisimi? Kiberxavfsizlik, to'g'rimi? Kiberxavfsizlik. Zo'r. Yuvasha qildingiz, darsga faol qatnashdingiz, 5 qo'yibman. Sizlarga nima qo'shmabdi sizda, Umid? Qo'shmabdi-ku. Men qizlarga uchrashasiz, qo'shib qo'yadi, bo'pti? Bu yoqqa telefon raqamingiz bilan ismingizni qo'shib qo'yadi. Tushunyapsiz-ku? Chiqib ketgan paytda ketib qolmang demoqchiman-da. Men Telegram gruppada bor-ku lekin. Foundationga qo'shib qo'yadi. Keyingi darsdan baxib qo'yaman sizlarga. U yig'asa qilgan bilan. Yig'asa berish kerak. Qarang, freelanslik mana bunaqa kompaniyalar borki, bittasini ro'yxatdan o'tkazsa to'liq. Tushundingizmi? Tashlab qo'ygan veb-saytlarim bor. Tashlab qo'ygan veb-saytlarim bor, buni ko'ryapsiz-a? Mana shundan bittasidan to'liq ro'yxatdan o'tkazasizlar. Va bitta Telegram guruh ochasizlar. Tushundingizmi? Yo'q, o'zlaringga bitta Telegram guruh ochasizlar. O'zlaringga Telegram guruhi yuritasizlar. Dasturlash yo'nalishi bo'yicha dasturlash deb yozib qo'yasizlar faqat. Guruhning nomi dasturlash bo'lsa, keyin boshdan foundation nima o'tganlaringizni qisqacha ma'lumot yozib ketaverasizlar o'sha yerga. Yoki daftar tutinglar. Daftar tutganda guruhni tutgan yaxshi. Ha? Shuni olasiz ma'lumotni, chachib tashlab bemalol yozsangiz ham bo'ladi, lekin daftarga o'zingiz yozib ishlashingiz kerak. Daftar tutgan bo'lsangiz zo'r. O'sha yerga o'tirgan mavzularni yozib ketishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Hammasini yozib borasiz. Tushunyapsizmi? Mana yerda nechta dars bor? 36 dars bor. Hammasi daftarga yozganmi? Yo'q. Guruhga yozgan yaxshi deb o'ylayman hozircha. Daftar tutinglar. Daftar ham yaxshi. Daftarni qizlab turib qidirsangiz yaxshi. Tushunyapsizmi? Lekin qidiraverasiz. Telegram tutgan yaxshi deyapman. Nima qilasizlar? Mana bunaqa narsa bo'ladi. Masalan, daftarga yoza olmaysizlar, bunaqa narsalarni qaranglar. Masalan, dasturlash yo'nalishlari bo'yicha
qaysi dasturchilar yaxshi deb gruppaga tashlab qo'ysanglar, kimdir gruppaga obuna bo'lsa, belgilash mumkin, to'g'rimi? Daftarda bo'lmaydi kunasi, to'g'rimi? Keyin yozgan kodlaringizni tashlab qo'ysangiz bo'ladi gruppaga. Undan olishingiz kerak, telefon daftarda bo'lsangiz ko'chirib chiqishingiz kerak. Shunaqa. Birinchi darsda tushunib oldik, ikkinchi darsda ham tushunib oldik. Kompaniyalar haqida ekan, ishga kirishdan ham bilib oldik. Masofadan ishlasak ham bo'ladi. IT yo'nalish bo'yicha. Faqat til bilishimiz kerak. Rus tili yoki ingliz tili. Turk tili bo'lsa ham bo'ladi. O'zi tilda gapirsangiz ham bo'ladi, faqat O'zbekistonda ishlaysiz. Chet elda ishlash uchun inglizcha bilishingiz kerak. Keyingida software ekan, keyingi dars o'tamiz endi. Bu yerda o'tiraymiz qo'yman. Samsungni qo'shmayapti mana yoqqa. Samsungmi? Shu Samsungni qo'shmayapti, Apple'ni qo'shdi faqat. Tak. O'zimiz qisqacha ma'lumot olamiz. ChatGPTdan mayli endi bu yo'q ekan. O'qituvchi ChatGPTdan foydalandi deb o'tirmaymiz. Demak, Apple va Samsung. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysizlar? Men o'ylayman, Samsung deb o'ylayman. Birinchisi, sotib olgan telefoningiz Apple'da sotib olsangiz ham shuncha, lekin Samsungda olsangiz tushib ketsangiz, ekran reaksiyasi bor, akkumulyator o'tirishi bor. Bu nima ekan inson uchun kerak narsalar. Bu yerda qachon yaxshi deb yozib qo'yibdi? Boshqasi yozdim. Qaysi biri yaxshi deb yozdimmi? Savolni bunday qilaylik. Odam bashara javob bersin menga. Xuman, Apple va Samsung qaysi biri yaxshi? Endi odamcha javob bersin. Ko'ramiz. Inson sifati aytsam, Apple yoki Samsung. Pul masalasi muammo bo'lishi mumkin Apple'da. Tushunyapsizlar? Narx muhim emas, Samsungda deyapti. Ham yaxshiroq deyapti. Nima uchun Apple yaxshi? Nima ekan? Uzoq yilga ishlab beradi, masofa ekan? Masofa va kamerasi shunday kuchli bo'lsa, 5-6 yilgacha ishlab berish mumkin. Lekin Samsung arzon, kam o'yinlar va kamera mana shunaqasiga yozib chiqqan. Android. Ekran emasmi? Kamera bilan ekran. Kamera ekran. Dastur ham hozir yaxshi bo'lyapti, asta-sekin. Chunki nusxa olyapsiz-ku Apple'dan. Apple'dagi muammolar Samsungda bartaraf o'ziga inoq qolyapti. Apple nima qilyapti? O'ziga yangi sxema tuzyapti. Android shuni nusxa olyapti-da, salgin o'zgartirish kiritib, foydalanuvchiga qulay qilib beryapti. Eng qulaylashtirgan hozir Samsung bo'lyapti. Tushunyapsizlar? Soddaroq qilib aytsam, pul yetarli bo'lsa iPhone ol deyapti. Samsung yaxshi. Demak, Samsung kompaniyasi haqida ham ma'lumot olaylik. Samsung kompaniyasi haqida. Bu narsalar keyingi darsda nima ekan? Mana shunaqa o'zbekcha tekchi. Xo'p, Samsung. Bu nima o'zi? Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan uni ekan. Tushunasizmi? Birinchi bu Janubiy Koreyada ishlab qilingan. Yilini yozmabdi. 1938-yil ekan. Qaysi biri birinchi? Anomi, Apple'mi, bumi? Apple ekan, 76 ekan. Keyin yana bitta Koreyada nima qilingan birinchi bo'lib tarjima yaratilgan. Shu. Nimadan nima qilingan? Kontrdan ko'chirilgan desa ham bo'ladi, lekin bizda mas qo'yilgan grafika boshqacha va dizayn ko'rishi ham zo'rroq. Demak,
eng kirolmagan kompaniyalar ham masalan bo'lishi mumkin, Yaponiyaga kirolmaydi, lekin Samsung bu narsani boshqacha nom ostida chiqaradi, Galaxy. Tushunyapsizmi? Mana ko'ryapsiz, Galaxy telefonlari deb. Tushunyapsizmi? Shuning uchun Samsung va Galaxy ikkita nom bilan ketadi. Samsung Galaxy deb o'qiysiz. Yaponiyada shu Samsung deb tashlaydi, Galaxy qilib chiqaraveradi. Agar Yaponiyadan telefon olib qo'ysangiz, o'sha Galaxy bilan nom bilan mashhur bo'ladi. Samsung. Chunki Samsung kompaniyasi nima qilgan? Yopganda. Bu yoqqa tovar sotmaysan deb yopib qo'ydi. Hozirda Rossiyada shunaqa narsa bo'lyaptiki, iPhone kompaniyasi umuman tovar olmayman, chunki mana shunaqa ilova o'rnatmagan uchun deyapti. Keyinchalik bo'lishi mumkin, iPhone ikkita nom bilan Rossiyada chop etiladi. Tushunyapsizmi? Dunyoning o'rinlari deyapti. Apple bilan birga bir o'rnatilgan ekan. Telefonlar Samsung bo'lyapti hozir. Keyingisida RAM va SSD chiplar bilan birinchi o'rinda deyapti. Ko'ryapsiz? Xotira va tezkor xotira va doimiy xotira ikkalasi birinchi o'rinda deyapti. Bozor tafas 16 yildan beri deyapti, birinchi o'rinda deyapti. Hozir reytingga qo'yib turib, qaysi kompaniya birinchi o'rinda desa Samsung chiqib keladi. Tushundingizmi? Telefonlar ichida hammasi eng zo'r hozir Samsung bo'lyapti. Endi aytishim mumkin, kimdir iPhone ishlatgan bo'lsa, iPhone yomon deyotganim yo'q. iPhone dasturiy tomondan yaxshi, chunki dasturiyni bu yoqda nusxa olib ko'chirayotganim menga yoqqan. Chunki Samsung ko'chirilyapti, bilmaysan. Samsung ishlatadi chunki. Nima uchun Samsung mashhur? Samsung mashhur deyapti. Lekin arzon iPhone'da nima qiladi bilasizlarmi? Orqasidagi narsalarni o'zgartirib, tovarga olib chiqsangiz bo'ladi, qimmat qilib. 16 Pro va Samsungdan bunday narsa qila olmaysiz. Chunki ichida ma'lumotlari bo'ladi. Apple'larda bunday narsa yo'q demoqchiman. Bo'lsa ham uncha emas. Samsung bitta narsasi yoqmaydi menga. Batareya sikli yo'q. Sikl degan narsa yo'q. Sikl. Ha? Qanchadir vaqtdan keyin sikl asosida tushib boraveradi. Batareyasi zarga tiqqan paytdagi sikl. Apple Yonks deydi. Lyuks emas, Yonks. Yonks. O'sha sikliga qarab bemalol ishlatasiz. Hamyonbop va zamonaviy debdi. Demak, kompaniyamiz o'zi ikkita turga bo'lingan. G, A va S. Nima uchun mana shu nomlar bilan nima qilinadi? Mos chiqariladi. Masalan, J1 telefon ko'rganmisiz? A10 bor va S24 bor. J1 bu arzonlarga, tushunyapsiz-a? Endi bu rosa arzon bo'lib ketyapti. Narxi, tushunyapsiz-a? J1 boshidagi A ni nusxasi desang bo'ladi. Demak, A10 bizda kompaniyamizdagi eng arzon telefonlardan bu biri. Nima A bilan boshlanyaptimi? Bu kambag'allar uchun. S special degani va u boylar uchun. Hozir S25 iPhone baginar yangi chiqqan iPhone'lardan kuchliroq demoqchiman. Bu yerda kamchilik bo'lishi mumkin. Pro deb yozsangiz chiqadi. Nima uchun? Nima uchun deb o'zi hech qanday javob beraman. Men o'zim javobini bilaman lekin. J1 masalan A10 va S24 va hokazo. Nomlangan. Lekin J seriya eng arzoni bo'lib joy degan ekan. Juda arzon nima ekan? Minimal telefon ekan. A o'rtacha. S premium yoki special. O'shaning uchun shunaqa nomlangan ekan. Leverga qaraydi. Eng nima ekan? Sifati zaif, o'rtacha, eng kuchli. Qarang. Bunda bitta bo'lsa, bunda 3 ta ekan.
iPhone'dachi Apple'dachi qisqacha yozib ketaveramiz. Buni so'rab qilib oldik. iPhone'da mana faqat bitta nom bilan ketadi, chunki nima qilar ekan, u Pro bilan nega Plus sotadi, mana shunaqa narsalar bor. Oddiy iPhone'larda faqat 12 bo'lishi mumkin, Pro Max bo'ladi va mana bunaqa nomlari bo'ladi. Oxirida Pro degan narsasi bo'ladi. Pro Max yaxshiroq. Pro Max degani maksimal darajada kuchaytirilgan. Har tomon. Plus degani nima ekan? Ekrani katta, Elite Pro darajadagi darajada emas. Plusdan sal pastroq, mana Prodan sal pastrog'i Plus ekan. Keyingi yildan o'sha bunaqa chiqarar ekan ular. S seriya bilan. Shunaqa chiqargan yaxshimi bunda? Shu. Demak, uyga borib kimdadir kompyuter bo'lsa, uyga borib foydalanishni tavsiya etaman. 3 safardan beryapman, lekin typingga borib shug'ullaninglar anaqa. Typing klub yozasizlar va mana shu saytga kirasizlar. Ko'rasizlar, Typing klub sayti bor. Dasturchi men birinchi darsdan bu narsani vazifa qilib berdim bolalarga. Mana yoqdagi e'lon beryapman. Mana ko'ryapsizlar. Levellari bor, faqat bu yozish uchun. Tushunyapsizlar? Boshda videosi bor. Klaviaturani yozishni o'rgatasizlarga. Tushunyapsizlar? Bu narsani agar to'liq darajada olib borsanglar, oxirgacha levellar bor. Kompyuterda ekranga qarab yozasizlar, bu pastga qaramaysizlar. Klaviaturaga qaramaysizlar. Hozirdan shug'ullanib boraveringlar. Ertangi sizlarga vazifa bo'ladi 23 gacha olib borish. Tushunyapsizlar? Keyingi darsga. Hozirdan yarimgacha borib qo'ysanglar, keyingi darsga 23 gacha bemalol olib borasizlar. Bu saytni ham tashlab qo'yaman. Agar uyda kompyuter bo'lsa yoki kelib turib shug'ullanishingiz bo'ladi. Nima qilishingiz kerak? Bitta Google akkauntingizga kirib, bemalol shug'ullanishingiz kerak. Bitta akkauntda bo'lishi kerak. Keyin rasmni o'tkazib qo'yasiz. Hozir men Google akkauntiga qarang, qolgan levellarga o'ta olmayman mana. Ko'ryapsizmi? Nima deyapti? Birinchi leveldan boshla deyapti. Birinchi level tugatgan, ikkinchi leveldan boshlash kerak. Qarang, bu yerda nechta level bor? Birinchi levelimiz o'zi 23 ta ekan. Mana qarang. Va oxirgi levelimiz 685 va raketa yozib qo'ydi. Raketada yozasiz. Mana yerda poyezd bor, mashina bor, anolar bor, velosiped bor, ko'ryapsizlar. Kamerator, yugurishi bor, baraban bor, shunday ketgan. Ichida o'yinlari ham bor, tushunyapsizlar? Bemalol o'yinlar zerikmasdan qilasizlar demoqchi. Mana yerda o'yinlar bor, mana sharikcha. Demak, uyasam berdim. To'liq qildik. Darslarga tashlab qo'yaman bu saytda ham. Klaviatura yozish. Yozish. Demak, bu uyasi hozir bermayman. Qaranglar, hozirgacha masalan 15 gacha harakat qilsanglar, keyingi darsga 23 ta beraman baribir. Shu narsaga duch kelasizlar. Keyingi darsga qo'shilgan baribir. O'shaning uchun hozirdan boshlasanglar, siz ekan mana ko'tarib ketaverasizlar. Darajalaringni demoqchiman. Daraja bo'ladi. Masalan, men asta yozayotgan bo'lsam, siz tez yozib bilgan bo'lasizda. Demak, bunday qilaman. Davom etamiz desam, siz o'zingizlar yozasizlar. Men kompyuterda birinchi tushuntirib yozaman, sizlar keyin yozasizlar. Bu ishni davom etib ketaveradi. Keyin bitta ichida amaliyot beraman. Amaliyot qilasizlar. Shunday ketadi, davom etib ketaveradi. Shu, tashlab qo'ydim. USB'ni yozib qo'yishim kerak. USB ekan hozirda, bu yerda yozmagan ekan. Bu yerga yozib qo'yaman. Freelancerlik saytlaridan biriga ro'yxatdan o'tish. Hozirdan o'tib qo'ysangiz,
kelajakda bu yerda nima qilishingiz mumkin? Ma'lumot to'ldirib, keyin yana qo'shimcha ish olsangiz bo'ladi demoqchiman. Keyingi qiladigan ishimiz uy ishi nima ekan? Uyga vazifa bo'lyapti bu. Ikkinchisiga nima qilim? Daftar tutib daftar tutish yoki bitta kanal yuritish. Kanal yuritish bo'ldi. Shu ikkalasi. Riyasi bo'ladi keyingi dars. Katta narsa berayotganim yo'q hozir. Uchta dars bemalol o'zi o'qituvchi bilan gaplashish darslari bor. 3-darsdan o'zi boshlaydi mana loyihalar, yaq. 3-darsimiz nima ekan? Software ekan. Undan keyingi darsda hammasi Office bilan ekan. Software bayagi ilovalarni tanishtirib ketaman. Ilovalar, qanaqa ilovalar bo'ladi, o'zi software nima, qanaqa turlari bor. Bu dars bo'yicha nima ekan? Qisqacha kompaniya haqida ma'lumot oldingiz. Keyingi dars bo'yicha o'yin bor. Darsda agar oxirigacha quloq solib o'qib tursanglar, o'yinni o'ynab boramiz. Shu. 10:30 bo'lib ketdi, 8:30 boshladik. Yana 1-2 soat o'tirsak, kech bo'ladi. Sizlar uchun rahmat. Mana bu yerda 51 minut video bor.